Assalomu alaykum hammaga. Kecha kanalimda berilgan g'oyamni ham buy ham sell g'oya bitta zonaning o'zida, bitta vaqtning o'zida qanaqa qilib topganimni MFG uslubim orqali ko'rsatib beraman. Unda kechagi kun ham ishtirok etadi, kechagi kunda qoldirilgan zonalar ham ishtirok etadi. Oddiygina 1 soatlik time frame'ga qo'ysak, kechagi kunda kun boshlanganda, ya'ni 7-may kuni kun boshlanganda qoldirib ketilgan bitta zonamiz, ya'ni MFG zonamiz belgilab olamiz. Belgilab olganimizdan keyin bizga kerakli bo'lgan zonalarimiz, buni bilasizlar albatta, 50 va 61.8 zonani belgilab olganimizdan keyin biza kelgusi kunda ishlatiladigan zonalarimiz tashkillashadi va kelgusi kunda ishlatiladigan zonalarimda belgilab qo'yaman o'zim uchun kanal qilib. Endi hozir shunday qilib belgilayapman va kelgusi kunda ishlatiladigan sell zonalarimiz belgilab qo'yamiz. Oldik, belgiladik va zonani qo'ydik, kopirovka qildik, zonani qo'ydik, fibolarni udalich qilamiz, bularni udalich qilamiz. Udalich qilganimizdan keyin men asosiy qiladigan funksiyalardan bittasi zonalarimni, komfort zonalarimni kamaytirib qo'yaman, mana belgilab qo'yaman o'zim uchun. Shtob mana shu zonaning o'rtasida tasdiq olishni albatta bilasizlar. Biza точка входа qidirishimizga to'g'ri keladi. Endi точка входа qidirishingiz maydaroq time frame'larda osonlik bo'ladi. Endi e'tibor beringlar. Bu yerda narx kelyapti-yu, hali kun boshlanishida bir marta reaksiya olib, non farmgacha 230 punkt atrofida yurib beryapti va non farmda yana reaksiya olyapti-yu. Shu hududning o'zida ikkinchi marta уже 430 punkt atrofida va kechagi kunning oxirgi vaqtlarida qoldirgan MFG zonasidan sellga reaksiya olyapti va pastga qarab 390-400 punkt atrofida va bu yerdan yana kunning oxirida buyga reaksiya olyapti va 200 punkt, 220 punkt atrofida reaksiya zona hisoblanyapti. Endi bitta belgilangan kechagi kun qoldirilgan zonada kelgusi kunda, ya'ni keyingi kunda kamida 4 ta reaksiya bo'lyapti. Eng kamida 2 ta reaksiya, bitta reaksiya olganingizda ham sizda 200-300 punkt atrofida zona ishlab olsanglar, mana bu profitli faktor bo'ladi. Ya'ni akkuratni bitta сделка olib chiqib ketaverasizlar. Xuddi shunaqa qilib kechagi kunni bugungi kunga ishlatsanglar, sizlarga ko'proq bozor ko'rinishni boshlaydi. Demak, mana shunaqa qilib obzor qilishda davom etamiz har bitta berilgan g'oyalarni.